Soliqni vaqtida to'lash mahallangizga 2 milliard so'mgacha mablag' olib kelishi mumkinligini bilasizmi? Bu shunchaki gap emas. Bugungi kunga kelib Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidagi To'la mahallasi jismoniy shaxslarning yer va mol-mulk soliqlari bo'yicha 100% lik ko'rsatkichga erishdi. Bu esa mahallani eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi uchun munosib nomzodlar qatoriga olib chiqadi. Keling, endi umumiy ko'rsatkichlarga nazar tashlaymiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida bu ko'rsatkich 74.5% ni, Toshkent shahrida 63% ni, Surxondaryo viloyatida esa 60% ni tashkil etmoqda. Mahallalar kesimida esa Surxondaryo viloyati yetakchi o'rinlarda bormoqda. Bilasizmi, men bu haqida nima uchun eslatib o'tmoqdaman? Esingizda bo'lsa, avvalroq eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi g'oliblari uchun belgilangan rag'batlantirish choralari haqida so'z yuritgan edik. Xo'sh, bu qanday rag'batlar? Avvalo, tashabbusli budjet doirasida ketma-ket 2 marta g'olib deb topilgan mahallalar uchun keyingi mavsumda loyiha kiritish imkoniyati cheklanmaydi. Shuningdek, sheriklik asosida moliyalashtirilgan loyihalarda mahalla aholisi loyiha qiymatining 25% ni qoplasa, qolgan 75% ni davlat budjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladi. Bundan tashqari, belgilangan mezonlar asosida har yili eng yaxshi natija ko'rsatgan birinchi 100 ta mahallaning har biriga davlat budjetidan 2 milliard so'm mablag' ajratiladi. Nominatsiya g'oliblari Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan mezonlar asosida baholanadi. 90 balldan yuqori natija qayd etgan mahallalar g'olib deb e'lon qilinadi. G'olib mahallalar ro'yxati har yili 10 fevralga qadar Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytida e'lon qilinadi. Unutmang, o'z vaqtida to'langan har bir soliq mahallangiz taraqqiyoti va ravnaqiga xizmat qiladi.